Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Soyutiniki Halifler Tarihi namlı kitabdaki dersimizdeki davamında bugün Ömer ibn Hattab'niki qandaq hicret qilganligi haqida soyutni to'xtalmoqchi. İbn Asakir rahmetullahi alayhi radhiyallohu anhu rivoyat qilinishicha, biz har qandaq bir hicret qilganda maxfiy hicret qilgan edi dedi. Lekin Ömer ibn Hattab undaq emas, oshkora. Hamda hicret qilmoqchi bo'lgan vaqtida qilichini isib, o'qyasini yochqini isib, shuning bilan qo'lga bir necha tal o'qlarni siqimdab Kabe'ga kelib dedi. Qurayshninki katlari Kabe'ninki peshavonda o'ltirgan ekan dedi. 7 qatim tavofni qilib, 2 rakat namoz o'qib maqam Ibrohimda. Ondan ularniki halqisiga bir necha yerda o'ltirdi-da, endi halqilab 7dan 5dan degandek. Bir berib mundaq dedi. Shahatul vujuh. Yüzlerine sert bolsun dedi. Anısının qağışını ağan, balısını yetim qılmaqçı bolğan, xotinini tul qılmaqçı bolğanlar mana mavi jilğinin aqısida keynim kelsin. Aya aldım çıksın. Deb bunda təhdid xarakterlik holatda geplarni qildi. Şuna hech qanday adam buni qo'g'lamagan yoki keyindan ergishib yomonlik istamagan deb shunaq dedi. Endi Bara ibn Azib raziyallohu anhu rivoyat qilishicha, bizga muhacirlardan tunji bo'lib kelgan kishi avval Musayb ibn Umayr, ondan Abdullah ibn Maktum, ondan Umar ibn Xattab raziyallohu anhu 20 nafar yo'lovchi bilan karvon bilan birga kelgan. Dedik shu vaqtda Rasululloh qana nima bo'ldi, nima ish qilyapti desak, Rasululloh bizning orqamizda keladi dedi. Ondan payg'ambarimizda Abu Bakr Siddiq birga kelgan deb shunday dedi. Hamda Imom Navaviy rahmatullohi alayhining deyishicha, Ömer raziyallohu anhu Peygamberimiz bilan Resulullah'niki şu hamma qatnaşkan urushlarga tamamen Resulullah bilan birga qatnaşkan. Shundaqla Uhud kuni Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan birga urushda tavranmay, nayt mustahkam, dadil turgan kishilarniki biri edi deb shunaq deydi. Ay so'yiti yana shu Umar ibn Xattabniki bir qism fazilatlar haqidagi hadislarni yig'inchoqlabdi bu yerda. Abu Bakr Siddiq bilan birga kelgan başta o'tgan hadisdan boshqa Umarniki xos fazilatlarini bayon qilib, Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib deyishcha, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan ekan. Orada men uxlayotgan edim dedi, bir tushimda jannatni ko'rdim dedi. O'zimni jannatni ko'ribdimi? Qarasam bir ayol bir yo'g'on bir qasr dochining qishida bir tarat elotibdi. Shunda bu qasr kimni desam, ular dedi farishtalar. Umarni dedi-da. Şununla ben senin kündəşlikini eslab, ben derhal keynimce keynimge burulup yenip geldim. Degen üçün Ömer nəhayət qattiq yığılab ketken. Ya Resulallah, sende mi külləməm mən deb şunaq yığılğan edi deb şunaq deydi. İmam Buxari Müslim'nin Abdullah ibn Ömer'de rivayet kılınca Peygamber Aleyhissalatu vesselam yana bir tuş görgenken. Ben uxlab bir süt içipdim dedi düşümde. Şoňla bir ussuzluklarım, naýaty tırnaklarımның uçuğuçilek minip bir ussuzluk qandy. Ondan o içip qalgan sütni Ömer'e berdim dedi. Ular soruşapdy. Ya Resulullah bu çüşüň täbili nima degan wagtda onuňa berginim, yani ilim dedi. Aşkan süt ilim dep. Demek Ömer da ilimlik, bilimlik adamda. Beýdik ilim, bilim nimini gösterse fakat malumatni bilişlem emas. Bu bir İslami naiti, Kur'an hadisinki ve akılninki uygun, şaraitka mas halatda iş tutalaydigan pamparasitlik halatini gösterdi. Hem de İmam Buxari rahmetullahi aleyh, Ebu Said el-Hudri raziyallahu anhu rivayet kılışça, bu kişi Resulullah'nınki mundaq deganligini anlagan edim dedi. Ben uxlayotgan edim, çünkü ben bu peygamberlerinki çüşü umumen vahiyniki bir qism bo'lganki, bularniki tushiga shayton yomonlik yetkazmaydi. Şu bularning ko'rgan tushlari ras vahiyniki barobarda. Men shu vaqtda kishilarning hammasini ko'rdim deydi. Kishilarning hammasi mening oldimda bir ko'rgazim qilinib, menga bir tanglinib, ularning ustida bir ko'ynak bor ekan deydi. O ko'ynak ba'zilariniki mana shu ko'krakka yetilgan, ba'zilarining ko'krakdan tuvan. Shunlar menga Umar bana tanlandı dedi. Ömer'i aldığımda körgezim kılındı. Ömer'in üstünden bir köynek varken bu köynek bir söyleyip geliyordu. Sonra onlar soruşup ya Resulallah bunun tevili ne miydi orada diyen vaxtında? Bu din diyen.
Şu dindeki müstehkemlik, dindeki toluq, kamalat ko'rsatdi demoqchi bo'lsa kerak. Shundaqla Imom Buxoriy va Imom Muslim Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhisolatu vasallam shundaq degan ekan: "Ey Umar, Allohning nomi bilan qasamki, sana shayton bir yo'lda minib quchqashgan bo'lsa, sening mangan yo'lingni tashlab boshqa yo'lda mang'atdi, boshqa ko'chada mang'adi" deb shundaq degan. Shaytonmi o'sha qo'rqudek sahobalar. Biri. Bu bir Umarning xosliqi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhisolatu vasallam shundaq degan ekan: "Sizlardan burungi ummatlar ichida nihoyatda ilhomli odamlar bor edi" dedi. "Mening ummatimda agar unda ilhomli odamlar bo'lgan buva deb qaralganda, u haqiqatan Umardir" deb shundaq degan. Ilhomli degan Alloh tarafidan bunda qo'llashga erishgan, davomli rushd hidoyat bilan, ish izlari faqat davomli faham farosat bilan Allohningki lutfi inoyatidan mahrum emas odamlar. Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhi Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhisolatu vasallam yana shundaq degan ekan: "Alloh taolo haqni Umarning tili va qalbida qilgan." Degandan keyin Abdulloh ibn Umar debdi dedi. Hamda xaloyiqqa shu vaqtda sahobalar orasida ma'lum bir voqeliklar, hodisalar yuz bergan vaqtida ular shu to'g'riliq parang qilishadi dedi. Va shunaq deydi dedi. Ya'ni Umar shunaq deydi demakda. Qur'on ash Umar degan masala shaklda tushadi. Shuni to'liqlab, shuni isbotlab. Ham sahobalar bir masala tushgan vaqtda har xil o'z fikr bayonlarini qilib baqdi. Ya'ni bu Umarning fikr bayoni bo'yicha tushadi dedi. Mesela araqni haram qilish masalasimi, shu asosda hatto hijob masalasimi ayollarniki shu Umarniki fikri bo'yicha, talabi bo'yicha bo'z yaxshilatgan degan mazmuniga so'zga asosan tushgan. Imom Tirmiziy Hakim Sahih degan bir hadisda Uqbat ibn Amir degan sahoba rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam mendan keyin payg'ambar bo'lib qolsa, albatta Umar ibn Xattob payg'ambar bo'ladi deb shunaq degan. Bu hadisni Imom Tabrani Abi Said al-Khudriydan Usman ibn Malik chiqargan bo'lsa, Ibn Asakir Abdullah ibn Umarning hadisidan chiqargan. Demak, bu hadisniki bir necha hadis olimlar tarafidan isbotlangan, rivoyat qilingan hadisda. Yana bir mavzuda Jaloliddin Suyuti deydi, haq Umarning tilida qo'yilgan. Ya'ni Umarning tili haqning zuvoni edi, haqning nidosi edi demakchi. İmam Tirmiziy Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan ekan: "Men jin va insonlarning shaytonlariga beqib qaragan vaqtimda, ularning hammasi Umardan vujud qilishadi" deb shunday degan. Ibn Majah Hakim Ubay ibn Ka'b degan sahoba, Ubay ibn Ka'b hamda shu qarilar sahobalarning eng davomli qarilar deb hisoblandi bu kishi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan: "Haq qo'l elishib ko'rishadigan tunji kishi Umardir. Haq salom beradigan kishi tunji bo'lib, yana Umardir. Haqiqat qo'lidan tutib elib jannatga kiradigan kishi yanala Umardir" deb shunday sifatlagan endi. Ibn Majah Hakim Sahih degan hadisda bu hadisni Abu Zar al-Ghifari degan sahoba rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundaq deganligini anglagan edim dedi bu kishi. Allah Taala haqni Umarning tilida qo'yganki, Umar shu haqni har doim so'zlaydi degan. Imom Ahmad, Bazzar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh haqiqatni Umarning tilida va dilida qilgan dedi. Bu Umar radhiyallohu anhu jahiliyat davridan tortib bunda haq bilan, haqiqat bilan har vaqt malomatdan qo'rqqan emas, xushomat bilan mangan emas. Haq deb qaralgan narsani darhol o'ttirib qo'yib, o'zining fikrini, so'zini o'ttirib qo'yib kelgan mug'ambar bunda sahoba emas. Jahiliyatdan bunda mug'ambar kishilardan emas. İmam Tabrani Umar ibn Xattobning hadisini chiqarishicha, Bilal, Muaviya ibn Abi Sufyan, Oysha qatorli sahobalar rivoyat qilgan bu hadisni. Shundaqla bu hadisni Ibn Asakir, Abdullah ibn Umarning hadisidan chiqargan. Ya'ni demak, buni bir necha sahoba rivoyat qilgan bo'ladi bu hadisni. Ibn Muni o'zining Musnad nomli kitobida Ali radhiyallohu anhudan chiqargan bir hadisda mundaq deydi bu odam. Biz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari hammamiz shak qilmaydigan edik deydi. Nimada desak, bir tamkinlik, huzuriy quvvat
Ömer'nin tılıda jarаңışı iti. Naiti salmaqı va, temkini va, alatda gepning eg'ir to'ri va geplarni qiladi demekçi. İmam Bezzar Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhu rivoyat qilishicha, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ömer cennet ahlinin chirg'i degan ekan yana bir hadisda. Bu hadisi İbn Sakir Ebu Hureyre degan sahabidan ve Sa'b ibn Jassama degan kishidan rivoyat qilib qoldirgan. İmam Bezzar degan hadis alimi Qudamet ibn Mez'un'din. Bu kishi o'zining tog'isi Osman ibn Mez'un'dan hadis bayon qilgan dedi. Osman ibn Mez'un sahabemdi. Bu Osman ibn Mez'un degan sahab to'g'riliq qisqaroq so'zlayli. Osman ibn Mez'un Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ayeti zor iştiyak bağlap Resulullah'ını söygen sahablarının biri. Habeşistan 3 qıtım hicret qilgan, Medine'ye hicret qilgan. Demek bu 3 qıtımlık hicretni beşide ötkazgan. Özü Quraysh sahablardan, muhacirlardan hesaplandı. Peygamberimizle Bedir urushi qatnaşgan. Medine'ye kelgandiki muhacirlar içinde tunji bulab ölüp ketken sahabe. Yani Baqi qabristonligiga tunji qıtım Baqi qabristonligiga qo'yilgan sahabe mushu Osman ibn Mez'un degan sahabedir hamda. Bu kishini ayeti bek Xudogo'y Allah Ta'ala'nı yaxshi ko'rdigan, kunduz roza, kechasi qiyamda turdigan, hatta jahiliyatdan tatib aroqni o'ziga harom qilgan sahabe. Hatta mush ibodat qo'yliqdan payg'ambarimizdan o'zini bir men ya Rasululloh men o'zimni bir oqt qilib versam bir ruxsat bormi deb kelgan bu kishi. Rasulullohning qishig'i mushunga izn so'rab kelgan. Rasululloh bunga ruxsat bermagan. Mush darajada Allah'a bo'lgan ishtiyoqi, muhabbati ayeti zo'r sahabalarniki. Biri bu kishi o'lib ketgan vaqtida endi demak bu kishi Madinaga kelib shu uzun o'tmaylam o'lib ketgan deydi endi shu hijriyaniki 3-yillari. Ya'ni Uhud g'azotiniki oldingi yillarda bo'lsa kerak hamda. Shu vaqt o'lib ketgan. Endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham shu o'lib ketgan vaqtda qishga kirib so'yib ketgan bu kishiga, so'yib peshonasiga. Ey Osman, Allah sana rahim qilsin. Sen dünyanı dost tutmadın, dünya sen dost tutmadı. Yani dünya mı sana erişemedi, sen mi dünyaya erişmedin de ondan süpetlerden süpetleyen. Ayalı bir şükürep, bir bulakның menvatkallıqını şükürge vaxtında şu kıygan emeli dünyada kıygan köp emelinki beşareti dep şundaq degendeydi. Allah Teala sahabeler bilan birga qilsin qiyomatda Allah bizni. Demek bu kishi deydan bu kishi o'zinki Qudamet ibn Mez'un degan o'zinki ba'zilar Tog'iston bolasi debdi, ba'zilar asosan shu inisiti debdi. Endi bu kishimi hamda shu Osman ibn Mez'unniki singlisi Zeynep degan ayol Ömer ibn Xattobniki ayoli bo'ldi. Ondaqda shu Abdullah ibn Ömer bilan bir Abdullah ibn Ömer'niki ona taraf tavsulida bu sahabe. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mana bu fitnenin darvozasi deb Ömer'ga ishorat qilganda, o sizlarga shu fitnenin orasida bir darvoza bo'ladi, qattiq etiklik. Agar mushu oranglarda yotsa deydi. Yani Ömer radhiyallahu anhu vafotidan keyin butun fitneniki darvozasi ochilgan. Mesela Osman radhiyallahu anhuning vafotimi, shahid qilinishimi islom dunyosidagi tunji bir fitneniki başlanışı. İmam Tabrani o'zining Avsat nomli kitobida Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu rivoyat qilishicha bu kishi deydi, Jibril alayhisalom payg'ambarimizga qishga kelib salom berib bundoq degan ekan. Umarga salom degan va uning xabar berib deganki, uning g'azabi deydi. Uning g'azab nafrati islomga bir izzatdir. Uning mamnunligi hukmdir, roziligi hukmdir deb, yani bu Allah tarafından Allah'ın qullishiga, maqtishiga sazavar bo'lgan büyük sahabe. Ömer radhiyallahu anhu'niki o'zining xosliklari müşahid turdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.